alaykum, Qorbobo. Qalaysiz? Alaykum assalom. Qorbobo, ovozingizga nima qildi? Ko'rmaysanmi bolam? Qor qizlartigini kiyib qo'ygan ekanman, yomon hissiyati bolam. Qorbobo, o'zi nafas olsam sensan o'quvchim, atirgul hididan to'yib hidlasam, atirgul g'unchasi sensan o'quvchim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, jonkuyar otalar, onalar, asaldan shirin bolalar. Bugun biz ushbu bilim dargohimizga, jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib kutib oldik. Buning boisi bor albatta. Sababi kechagina maktabda o'zining ilk qadamini qo'ygan birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib bayramlarini nishonlash arafasida turibdilar. 4 oygina muqaddam bu o'quvchilar yurakda hayajon bilan maktabimiz ostonasiga qadam qo'ygan edi. Mana shu o'tgan qisqa muddat ular anchagina mehnat qildilar va bugungi kunda alifbodagi barcha harflarni tanib, o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini egallashdi. Shu sababdan bugungi tantanani savodxonlik bayrami deb ataymiz. Bayramimizga xush kelibsiz, aziz mehmonlar. Bolajonlaringiz oldiga berik bo'ling. Ertakchi momo bizga bugun hali ertakni aytib bermoqchi. Bugun sizlarga alifbe hamda savodxonlik bayrami haqidagi ertakni aytib beraman. Bu sof qizil qalpoqli ertaklarni eshitgan edik, lekin bunaqa ertakni eshitmagan edik. Qanday bo'lar ekan? Unda boshladik. Qani marhamat tomosha qiling.
rosa hayron qolgandik, bir turibni ko'rgandik, bari edi lallagan, anqagan va sharpagan, bilmas edi o'qishni, ruchka daftar tutishni, to'g'ri yozish hayotda, hayol edi har yoqda, xiyol nafsi to'g'irlab, ko'ylak qalpoq paypog'im, botinkasini haftaki kiyar edi teskari. Xonasini topib borolmas edi ba'zi. Hozirda butunlay boshqa jahonni ko'rdik. 9 o'g'il 12 qiz tanishadi qarashlar. O'qish yozish tarixim, hatto topshimoq aytar. Javob xati kim aytar? Yodlab olgan maqola aytish kerak, ularga hech ko'p emas. Hattoki ertaga aytib hecham chayqatish kerak. Qizlari ko'p ozoda, bir-biridan ziyoda, yigitlari zo'r ko'rkam, bari nurg'ul va o'ktam. Ko'rsang ko'zing qamashar, maktab forma yarashar, sarsa bular dedilar, oq qushdagi yigitini. Gapirganlardan keyin ko'taraveramiz, topishimiz. Kerak bo'ladi. Bayramimizni ochib berish uchun navbatda maktabimiz direktori Mamat Qalilov Nodirovga kelamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, mana sizlarga mana bugun har oylik mana shu mayoqli mehnatlarni samarasini ko'rgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib barchangizga kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hozir
nima bir tanishtirib o'taman. Bu qizimiz juda quvnoq, juda hushyor, ibolik, qo'shiq aytar, raqshushar, juda biyron so'zlari. Ismlari o'z ismiga ko'p yarashib turadi. Sohibaxon qizlari Fotimaxon bo'ladi. Bu bola bir bola bor, qadrli o'tiradi. So'ramasam 12 oy men ham gapiray demadi. Bu bola sinfimizdagi Qudratillo bo'ladi. O'zi juda yoqimtoy, ayasiga erkatoy, kulgisi so'zlari ajoyib, ajib dilni xushlaydi. So'zlari juda samimiy, ayyorlikni bilmaydi. Nargizaxonning qizlari bu bola sinfimizga 7 yoshdan kirgan edi. O'qishni, yozishni bilmasdan hafsalamni qilgan edi. Onasining qatnovlarini berdi o'zining samarasini. Bundan buyon ham o'g'liga hech vaqtin ayamasin. O'zi quvnoq, dilkash bola, ust boshlari yarashgan. Umidjonning o'g'illari Hayitbek bo'ladi. Nega turibsan qarab, tezda bo'lsang-chi, berilgan topshiriqni biroz tezroq qilsang-chi, deydi shoshilsam agar xato ishlab qo'yaman deb oldimga kelaverib, hop jonimga qo'ymaydi. Yulduzxonning qizlari Umidaxon bo'ladi. O'qishning birinchi kunida bu bolani ko'rgan edim. O'qiy olarmi bu bola deb juda hayron bo'lgan edim. Bizning fikrim xatoligin, bu bolaning qandayligin hisob-kitobda ko'rdim. Bilodimning o'g'illari iqboldim bo'ladi. Qizimizning onajoni muallima, ijodkor, pishiradi shirin ovqat, hech ham o'tirmas bekor. Bu qizimiz bilmam nega onasiga o'xshamas, juda beg'am, beparvo. Nigoraxon qizlari Muxlisaxon bo'ladi. Intizomli qiz desam hech ham xato bo'lmaydi. Bu qiz qayerda bo'lsa ham bizga gap bermaydi. O'qishi biroz no'noqroq, mayli o'rganib oladi. Yayraxonning qizlari Hafizaxon bo'ladi. Maktabda bir sinf bor. Unda ajoyib qiz bor. Tinmay o'qir, yozar u, barchaga xush yoqar u. Hatijaxondir ismi, Monan ismiga tushdi. 3 o'g'ilning kenjatoyi, yigitlarning saridori, qizlarning xaridori Xurshidbekdir o'zlari. Ma'nolidir so'zlar. Matematik misol bersang, bir minutda ishlaydi. O'qish, yozish, rasmni ham juda xohlaydi. Qo'shiq aytar, raqshushar, injiq qaytar qiz emas. Yonimga 10 bor kelib, hech ham keldim demas. Ko'p gapirar, biroz tergab, ey ayibga buyurmang. Tezda qilar yo'q demaslik, har qanday ish buyursang. Saodatxon qizlari Nuronaxon bo'ladi. Qaysi bola deb o'ylamang, oriyatli keladi. Ko'zlariga yosh to'lib, so'ng yig'lab ham beradi. Hasanboyning o'g'illari Yunusbek bo'ladi. Bu qizimiz bor joyda sanin sabo etadi. Bu qiz bola bor joyda Jambil Rayhon o'tadi. O'qish, yozish, raqs tushish bu qizga hech cho't emas. Dadajoning yolg'iz qizi Rayhona qiz bo'ladi. Gapga kech qolib kelish bu yigitga odatiy hol bo'lib qolgan. Bunday qiliqni bilmam, qayerdan o'rganib olgan. Gapirsam hech xafa bo'lmas, hatto pinagin buzmas. Shukrulloning o'g'li Abrorbek bo'ladi. Bu qiz borki ko'p ajoyib, juda tekin so'zlaydi. Har narsani bilsa hamki, men gapiray demaydi. Siz o'ylamang, bu nimasi sotqon bormi og'zida? Dono inson har doimo kamtar bo'lar aslida. Akmaljonning qizlari
sarvinoqxon bo'ladi. Sergaplikda, sho'xlikda ham u birinchi turadi. Yig'lash nima bilmaydi, doim kulib turadi. Uyimda u bu narsa bor deb maqtonchoqlik qilib qo'yar. Va'dasini ustidan chiqmay, goho uyalib qolar. Yoqubjonning kenja o'g'li Jasurbek bo'ladi. Uzun bo'yli novcha qiz o'qishni yozishi a'lo. Juda beozor dilkash, lekin haqqini taniydi. Ro'zixondir ismlari, ismlariga monib ismlari. Bu bola sinfimizga oy oxirida kelgan edi. Boshida xonamizni tanimasdan yurgan edi. Yosh bola deb uni juda tansiz ketadi. Otasining erka o'g'li Jamshidbek bo'ladi. Bu qiz juda beozor, bermang diliga ozor. Yaxshi ko'rib enajonin, tunlar allalar bedor. Qizimizning ayati yordam bering ozgina. Yaxshi yozsa shu bizga, bular juda sozgina. Feruzaxonning qizi Shohsanamxon bo'ladi. Bo'yi uzun novcha bola o'qishni hech xushlamas. O'yin desa yetti tog'ning orasidan o'rmalar. Arzibekning o'g'illari Diyorbek bo'ladi. Bu qizimiz sinfimizga ma'lolsiz bo'ladi. Juda siyrak, tirishqoq, zehni o'tkir, qizaloq. O'qish, yozish, qo'shiq aytish, raqsni boplar rosa. Sinfimiz sardori, dadasining kenjadoyi Muqaddasoy bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, mana bolalarimiz bilan ham ozgina endi she'r orqali tanishtirib o'tdim. Tanishib olinglar, endi bayramimizni boshlasak ham bo'ladi. Marhamat, bolajonlarimiz shodligiga sherik bo'ladi. Yüzü kırmızı şirin sözleri, akıl rasa bilimge çampok, külüp durar, nurli gözleri. Davranızın büyülü özingiz, sayroq sho'x bulbul so'z o'zingiz. Charaqlagan oy siz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksayu yosh. Sizga qadrdon el yurt, nomin aytingchi bu.
Yo chiqmayapti. Chiqib qolyapti. Ko'tartirchinglar dedi. bilimlar poydevori, ma'noviy shirin so'zi, fan alifbe o'zi, biz hammamiz chaqirsak, barobar qarsak. Xo'sh bolalar, ayting chindan nimalarni bildingiz mendan? O'qishni, yozishni, maqollarni aytishni, o'qishmoqlar topishni, deb aytishni. Chindan qadrdon bo'lsinlar, alifbe kitobim, so'zda joyim, nur bering jaraxona kitobim. O'quvchim kechalab barcha harfni tanitdi, bilimimga sabab o'qiy olaman endi. O'tgan bilimingizdan dilingizga, olgan bilimlaringizni yaxshi ishga sarflaymiz. Adan shu gapni she'rlar o'qib bo'ldik, senga bo'lgan tashakkur, umid Bolajonlar o'qishni, yozishni, maqollarni aytishni bilib olibsizlar. Alifbega aytingchi, tovushlar ne deyishini, tovushlar tilga kirsin, barcha ta'rifin aytsin.
Oqishganlar shara, oqqanini ko'taradi. Bolajonlar, tovushlar, harflar ne deyishini bilib olibsizlar. Maqollarni ham bilasizlarmi? Kitap bilim bilog'i, o'quvchini o'rtog'i.
Maqollarni bilib olibsizlar. Topishmoq aytar topasizlarmi? Yorbek. Bir narsaki qatmaqa har bir fandan gapirar. Agar chindan do'st bo'lsang, maqsadingga yetkazar. Biri chiq deydi, biri chiq deydi. Qaysi biri don so'rab, qaysi vaqtim yo'q deydi. Chirib degan soat, chirib degan chumchuq. Bolajonlar, o'zingiz ham topishmoqlar bilasizlarmi? Aytinglarchi. Topishmoqning javobi Odamlar barcha qaraymiz darcha. Topishmoqning javobi bor. Rahmat bolajonlar. Juda yaxshi Besh oy mobaynida bolajonlarimiz o'qishni, yozishni, nafaqat yozishni, balki raqsni, qo'shiq aytishni ham bilgan. Hozir qizlarimiz shunaqangi raqsga tushadilarki, o'zingiz ham o'ynab yuborasiz.
O'tiringlar, o'tiringlar. Rahim ekan. Putri